Karlika zotli arimiz yaxshi hozircha, xudo xolasa. Kim 25-yil olganmiz buni. Xudo 26-yil yaxshi nasllar chiqaramiz degan niyatdamiz. Assalomu alaykum aziz aslarchilar. Mana bugun havo ancha yaxshi. Ari bekda uchib qoldi. Arilar tekshirib ko'rmoqchimiz. Xudo xolasa hammasi yaxshi deb niyat qilyapmiz. Yaqinda kanda qo'ygandik. Kandalarni olyapti. Ular holati yaxshi o'xshaydi. Xudo xolasa mana xo'sh, arilar ozgina tutatamiz endi. Arni holati yaxshi. Ko'rinishidan xolasa yana ko'ramiz endi. Bizga yordam bergan sherigimiz yo'q. O'shaning uchun endi xudo xolasa mana bunday qilib olishga harakat qilamiz. Sizlarga yaxshi ko'rinish uchun. Bismillah. To'ramga arimiz o'tibdi. Shunasini ko'raylikchi, nima gap ekan.